Yo'q, bu operatsiya ko'z bosimini yuqori bo'lgan insonlarga tavsiya qilinmaydi. Asosiy birinchi o'rindagi mumkin bo'lmagan holat, misol uchun kasalni ko'ryapsiz, ko'z bosimi, kasalliklari yo'q, shoh pardasi yupqa bo'lishi mumkin. Misol uchun sahr bo'ladi. Sahrda nima bo'ladi? Asosiy qon tomirlari mot bo'ladi. O'sha paytdan bosim ushalgan payt vakuum deyiladi. Vakuum ushalgan payt qon tomirlari olishi mumkin. Misol uchun, mana shuni shoh parda deb qabul qiladigan bo'lsak, bitta qavat bundoq to'liqsiz holatda mana bu qism turadi. Ochiladi-da, mana shu holatda. Lazer bilan ishlov beriladi. Lazer bilan ishlov berib, yuvib qaytib shu jarayon yopib qo'yiladi. Operatsiyani o'rta qisqacha ketish jarayoni mana shundan iborat bo'ladi. Holingizmi yo'qmi, genetik faktor birinchi o'rinda turadi. Sizda bo'lmasligi mumkin, adalarda bo'lmasligi mumkin, lekin siz 7 avlodni o'zbeklarda bor, 7 avlod surishtirimi. Yashirin holatda qaysidir avlodda minuslik bilan kasallangan bo'lishi mumkin. Necha yildan beri ikkita qiz, Qahramonjon? 4 yildan. Nechta qardingiz? Minus 75dan boshlangan. Ha, 75dan boshlangan. Hozir 2,5-3 ta qilyapsizmi? 2,5. Kantalingizni topmagansiz-a? Yo'q. U gendan ham o'tadimi, doktor? Abasi ham shunaqa minus. Bunaqangi holatda asosiy gendan o'tish masalasi ikki xil holat bo'ladi. Ya'ni birinchidan shu holingizmi yo'qmi, genetik faktor birinchi o'rinda turadi. Sizda bo'lmasligi mumkin, adalarda bo'lmasligi mumkin, lekin siz 7 avlodni o'zbeklarda bor, 7 avlod surishtirimi. Yashirin holatda qaysidir avlodda minuslik bilan kasallangan bo'lishi mumkin. Ismoqulov Otabek Jamolidovichman. 2011-yil Toshkent pediatriya tibbiyot institutini tamomlaganman. 2013-yilda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti qoshidagi klinik ordinatura yo'nalishini tamomlaganman. Bir necha konferensiyalarda ishtirok etganman. 2018-yil aynan mana shu XMR lazer sertifikati o'rganish jarayonlari bo'yicha shu Rossiyada bo'lib, MMTK klinikasida o'rganib, shu joyda sertifikat olib kelganman. 2018-yildan beri shu sohada ishlab kelmoqdaman. Qachonki moyilli bo'lib, shunga genetikaga qulay vaziyat bo'lgandagina bu kasallik yuzaga keladi. Ikkinchidan, ko'zga ortiqcha nagruzka, surunkali hozirgi kunda nima chiqqan? Telefon, kompyuter, gadjet, shunaqangi narsalar chiqqan. Surunkali ravishda uzoq muddat foydalanish natijasida sekin astalik emas spazm degan narsa bo'ladi. O'sha spazm borib sekin minuslikka olib kelishi mumkin. Asosiy mana shu ikkita sabab bor. Ko'pchilik savol beriladi, tug'ma narsani qilib bo'lmaydi deb ham ko'pchilik o'ylaydi-da. Hozirgi kunda bir necha kasalliklarni zamonaviy usulda davolash usullari joriy etilgan, yaratilgan va amalga oshirib kelmoqda. Necha ochikta qardingiz? Uzoqlarni xira ko'radingiz-a? Xudo xolasa bugun ko'zni lazerli korreksiya qilinadi. Operatsiya o'rtacha 5 daqiqa davom etadi. Hech qanaqangi ukol, narkoz berilmaydi. Og'riq qoldiruvchi tomchi tomizdiramiz. O'rtacha bitta ko'zga 5 daqiqa davom etadi. Har bitta etaplarini batafsil aytib tushuntirib beramiz. Shu asosda amalga oshiriladi. Keyin operatsiya qanaqangi jarayondan iborat bo'ladi. Mana bu narsa ko'zni hisoblasak, ko'z olmasining eng tashqi qismi shoh parda deyiladi. Rogavica. Shuni lazer yordamida shilipovka qilib, qiyshiq joylarni, qalin joylarni to'g'rilab qo'yiladi. Bunda hech qanaqangi ko'z olmasining ichiga kirilmaydi, hech narsa olinmaydi, hech narsa qo'yilmaydi. Faqatgina yuzak qismi shilipovka qilib qo'yiladi shu joy. Shoh parda rogavica deyiladi. Operatsiyadan keyin 4-5 soat ko'zda qadalish, yoshlanishi mumkin. 4-5 soatdan keyin sekin astalik bilan tinib ko'rish boshlanadi. Ko'chaga tashqariga qorachik taqib qo'yamiz. Bir hafta 10 kun davomida yozuvchi telefon, kompyuterlarni iloji boricha kamroq shug'ullantiramiz. 5 kilo 10 kilo narsa ko'tarish mumkin, lekin yuz qizaradigan darajada maksimal fizik nagruzkalarni, jismoniy zo'riqishlarni iloji boricha kamroq qilamiz. Kelishdingmi? Operatsiyaning yaxshi chiqishi har doim ham bizga yoki apparatimizga bog'liq emas. 50% holatlarda siz o'zingizga bog'liq bo'ladi. Chunki sababi aytilgan tepangizda qizil chiroq bo'ladi, og'riq qoldiruvchi tomizdiraman. Har bitta etaplarni aytib turamiz. O'sha qizil chiroqga qarab turishingiz kerak bo'ladi. Operatsiya paytida hamma etaplarni aytib turaman. O'sha etaplarda
qizil chiroyga qarab turishingiz kerak. Undan tashqari operatsiyadan 4-5 soat ko'zda ozgina qadalish bo'lishi mumkin. Tomchilarni har 2 soatda qilib turasiz, qorachik taqib turasiz. Ertadan boshlab xudo xolasa yaxshi ko'rib yuraverasiz. Faqatgina ko'chaga tashqariga qorachik taqib turasiz. Mashina agar yaqin masofaga bo'lsa haydashingiz mumkin. Uzoq masofalarga bir hafta 10 kun davomida yozuvchi uzuv, telefon, kompyuterlarni iloji boricha kamroq shug'ullanganingiz yaxshiroq. Hech kun bet yuvmaymiz. Ertadan boshlab dush qabul, ertaga yuzni yuvishingiz mumkin, indindan dush qabul qilishingiz mumkin. 5 kilo 10 kilo narsa ko'tarish mumkin, lekin yuz qizaradigan darajada og'riq ko'tarish mumkin emas. 2 oy davomida iloji bo'lsa basseyn savnalar mumkin emas. Havzaradi cho'milishni. Namoz o'qish mumkin. Xudo xolasa bir 2 kundan keyin namoz o'qisak bo'ladi. 3 kun. O'tirib o'qisa bo'laveradi. Da, bo'ladi. O'zi bu danilari, ma'lumotlari to'liq kelgan taqdirda oxirgi etap keyin o'sha organizmga o'tamiz. Ya'ni organizmda ham o'zi kasalliklar bo'lishi mumkin. Qon bosimi yuqori bo'lishi, davleniya, qandli diabet, sistemalik kasalliklar, poliartritlar, revmatizm yoki qo'shimcha shunaqangi kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, teri tanasur kasalliklari, shunaqangi holatlarda ko'zda hamma qismi to'g'ri kelgan taqdirda ham boshqa qismlariga e'tibor beradi. Homiladorlarda mumkin emas. Undan tashqari erta emizikli davrlarda mumkin emas. Keyin yosh chegarasi bor. Odatda shu 18 yoshdan uyog'i 40 yoshdan keyin uyog'i individualni bo'ladi. Hozirgi aytgan pokazatellarga, ya'ni ko'rsatkichlari 40 yoshdan keyin kimlardir sahar, kimlardir davleniya, kimlardir ko'z tuzilishida o'zgarishlar bo'ladi. Shuning uchun bunaqangi holati 40 yoshdan keyin olish ehtimol xolimizmi yo'qmi kamayadi. Ko'zda barcha ko'rsatkichlari, parametrlari to'g'ri kelgandagina keyin biz shu operatsiyaga olishimiz mumkin. Operatsiya jarayonida ko'zni eng tashqi qismi mana shu shoh parda deyiladigan bo'lsa, shoh pardani o'zi ham bir necha qavatlardan tashkil topgan bo'ladi-da. Misol uchun mana shuni shoh parda deb qabul qiladigan bo'lsak, bitta qavat bunda to'liqsiz holatda mana bu qism turadi. Ochiladi-da, mana shu holatda. Lazer bilan ishlov beriladi. Lazer bilan ishlov berib, yuvib qaytib shu jarayon yopib qo'yiladi. Operatsiyani o'rta qisqacha ketish jarayoni mana shundan iborat bo'ladi. Asosiy paytda birinchi o'rindagi mumkin bo'lmagan holat, misol uchun kasalni ko'ryapsiz, ko'z bosimi, kasalliklari yo'q, shoh pardasi yupqa bo'lishi mumkin. Shoh pardasi yupqa. Kelyapsiz -8, shoh pardasi yupqa. Buni ko'rasizda kechirasiz, sizga ko'z to'g'ri kelmaydi deyiladi. Shoh pardasi yupqalar. Ikkinchidan shoh pardani har xil o'zini kasalliklari bo'ladi. Chandig'i, keratokonus degan kasallik bor. Shoh pardani o'zi ham xuddi shunaqangi shaklda emasda boshqacharoq shaklda keratoglobus deyiladi. Mana bunga sharga o'xshagan oldingi qismi chiqib, keratokonus deyiladi, tomchiga o'xshab qaysidir qismi uzunchoq bo'lib chiqib qoladi. Mana shunaqangi o'zini kasalliklari, qalin yupqaliklari qarab amalga oshiriladi. Agar boshqa qismlardan o'tib kelgan bo'lsa bemalol, ko'zni tekshirtirgan, anamnez yig'ilgan, surunkali kasalliklar hammasi patologik so'rab kelgan oxirgi etapi faqatgina mana shu shoh pardani o'ziga kelib to'xtagan bo'lsa, unda keyin shoh pardani o'zini parametrlari, ko'rsatkichlari olinadi. Shu asosda keyin bu operatsiya ko'z bosimi yuqori bo'lgan insonlarga tavsiya qilinmaydi. Chunki ko'z bosimi yuqori bo'lgan odamlarda bizda operatsiya mobaynida ko'zni o'sha loskut ochish mobaynida vakuum degan narsa ishlatamiz. Vakuum bir o'rtacha bir 7-8 sekund ushlab turadi ko'zni. Ushlab turadi. O'sha vakuum ushlab turgan mobaynida holimizni ozgina ko'z daminasi sal ko'tarilishi mumkin. Ko'tarilgan payt agar ko'zda bosim bo'lsa, bu narsa yana ham yuqorilab ketadi, ko'zga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun protopokazaniya qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Ko'z bosimi davleniya bu operatsiyalarga. Misol uchun sahr bo'ladi. Sahrda nima bo'ladi? Asosiy qon tomirlari mot bo'ladi. O'sha paytdan bosim ushalgan payt vakuum deyiladi. Vakuum ushalgan payt qon tomirlari olishi mumkin.